alaykum, hurmatli obunachilar. Kechagina qo'ygan arzonchi Traversimiz sotilib ketdi. Ko'pchilik telefon qilib, kamroq yurgan, yili yengilrog'ini so'radinglar. Mana aytganinglarni olib kelib qo'ydim. Mashinamiz 2023-yil. Kraskalar absolyutni toza. Xohlagan ustinglarni olib kelib bemalol ko'rsatib olsanglar bo'ladi. Salon qismlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Balonlari ham zavodskoy yangi turibdi. Bosib o'tgan kilometri bor yo'g'i endigina 15 ming bo'ldi. Salon qismlari matviy holatda, idealni bo'lib turibdi. Afshikalarga alohida e'tibor berasizlar. Bir xil qiriladigan, chiziladigan joyiga pastroqdan laminatsiya urishadi. U mashinani mana teng yarmini laminatsiya urib qo'yishibdi. Pastlari ham hammasi akkuratli, chizilgan joylari yo'q. Orqa qismlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Kapitanskiy sidenalar. Sidenalar ham matviy holatda. Mashinamiz kimga qiziq bo'lsa, bemalol pastda telefon nomeri qoldiramiz. Aloqaga chiqib, mashinamizni yaxshi narxlarda baraka qilsanglar bo'ladi. Qaytarib o'taman. Bemalol qolagan ustinglarni olib kelib tekshirib turib olsanglar bo'ladi.